saodatning sabablari. Birinchisi fikr qil, shukr qil. Fikr qilib ko'rganda birodar, faqat jiddiy fikr qil. Jiddiy o'ylan. Kallangni band qilib turgan hamma narsani bir chekkaga surib tasha. Haqqing bor, esdan chiqar, qarzing bor, uni ham uni, darding bor. Xullas, hal bo'lmayotgan muammolar, kallangni band qilib turgan hammasini bir chekkaga surib qo'yib jiddiy fikr qil. Quloq sol, fikr qil. Shunda agar jiddiy fikr qilsang, shukr qilishdan boshqa chorang yo'qligini tushunasan. Shunda qanchalar noshukr ekanligingni ko'rasan. Ustingdagi ne'matlarga qara, birodar. Alloh taolo senga ato qilgan ne'matlarga bir qara. Astagfirullah va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar deyapti Robbimiz subhanahu va taolo, ustinglardagi ne'matlarni sanasanglar, adog'iga yeta olmaysizlar. Ular sen bilan meni ustimda turibdi, birodar. Seni ustingda ham, ostingda ham, o'ngingda ham, so'lingda ham o'rab turibdi. Va asbagha ni'amahu va asbagha alaykum ni'amahu zohiratan va botina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlarni komil qilib berdi. Zohiriy va botiniy degani moddiy, ma'naviy, ko'rinayotgan, ko'rinmayotgan ne'matlar. Tanangni sog'ligi, vataningni tinchligi, yemoq-ichmog'ingni borligi, usti-boshingni ustingda turganligi. Butun dunyoda xayriyati qo'lingda turibdi, ammo buni ko'rmaysan. Hayoting qo'lingda, ammo buni qadriga yetmaysan. Aytdik-ku darsimizda. Bu darslar siz bilan biz mana bu o'lchov va tushunchamizni tuzatadi. Hayotga qarashimizni tuzatadi. Endi hayotga qarashimiz, o'lchov tushunchamiz tuzalgandan keyin hammamiz baxtli ekanligimizni tushunamiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha." Kim deyaptilar Rasululloh? Qaranglar, mana Rasulullohning o'lchovida, shariatning o'lchovida kim eng baxtli odam? Kim eng boy odam? Rasululloh aytibdilar: kim qalbi xotirjam bo'lib, badani ofiyatda bo'lib, bir kunlik taomi bor bo'lib, tong ottirgan bo'lsa, go'yo u uchun dunyo keng bo'libdi. Demak, birinchisi, yurti tinch, boshida tomi bor, tani sog', bir kunlik ovqati bo'lsa, eng boy, eng xotirjam odam shu deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Shu o'tirganlarning ichida deyarli hammamizda mana shu narsa bor. Yurtingiz tinch, taningiz sog', bir kunlik ovqatingiz bor. Yo'qmi yo? Bora? Rasululloh aytibdilar, eng boy odam shu. Eng baxtli odam shu. Sezamizmi shu baxtimiz borligini? O'sha baxtli ekanmiz, yurtimiz tinch, tanimiz sog', ustimiz but. Ammo biz bu narsalarda qadriga yetmaymiz, birodarlar. Qalbi xotirjam, o'zini uyida, qavmin orasida, tani sog', bir kilo ovqati bor, dunyodagi eng baxtli odam mana shu deyapti payg'ambarimiz. Birodar, ikki ko'zing ko'rib turibdi, tiling gapirib turibdi, lablaring qimillab turibdi, ikki qo'ling ushab, ikki tog'ing bosib turibdi. Yutganing tomog'ingni o'tyapti, qorningga tushgani hazm bo'lib, oshchasi chiqib ketyapti. Ne'matmi bu? Fa bi ayyi ala'i robbikuma tukaziban. Bas, ey insonlar va jinlar, Parvardigoringizni qaysi ne'matlarni yolg'on deya olasizlar? Bir baxtsiz hodisa sababli shol bo'lib qolgan boladan orzular haqida so'ralyapti. Televizorda ko'rsatyapti. Yosh bo'lgan, sho'x bo'lgan, ibodatdan uzoq bo'lgan, ota-onaga bir mehribon bo'lmagan, xullas baxtsiz hodisaga tushdi-da, shol bo'lib qoldi. Qimirlamaydi, o'tiradi aravada, faqat kallasi qimirlaydi, tili jag'i ishlaydi. Orzularing haqida aytib ber. Orzusini qarang. Qo'lim bilan Qur'onni ochib o'qisam. Biron bir hayit bayramida uyimga o'zim oyog'im bilan yurib kelib, onamni quchoqlab, hayit bilan tabriklab peshonasidan o'psam. Agar Alloh qodir qilsa, bir marta sajda qilsam. Bu uchala niyati, orzusi baxt ekanligini bu yigit qachon bildi? Mana shu narsalardan mahrum bo'lgandan keyin. Bizda bormi shu ne'matlar? Ikkita oyog'ing bilan yurishing hazakamishmi, birodar? Shol bo'lgan odamlarga qaramaysanmi?
ikkala qo'ling bilan xohlagan ishini qilayotganliging ne'matligini his qilasanmi? Ikkala qo'li kesilgan odamni ko'rganmisan? Ikkala qo'li kesilgan odam kiyim kiyishini bir o'ylab ko'rmaymizmi? Bir qo'li bor odam oyoq kiyimini qanaqa qilib ipini boylaydi? Qanaqa qilib kiyimini kiyadi? Ikkala qo'li yo'q odam hojatga kirganda kirib qanday qazo hojat qilib chiqadi? O'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Ha, tishimiz og'rib kechasi bilan uxlamaganimizda, huzur halovatimizni yo'qotganimizda, ha, tun ham uzoq bo'lar ekan, qara. Sen bir uxlab o'tkazib yuborarding shu narsani. Bir uxlab 6 soat, 8 soat maza qilar eding, faqat ne'matligini bilmas eding. Birodar, ko'zing uyquga ketib, to'yib uyg'onishing arzimagan narsa deb o'ylaysanmi? Qancha odamlar bor uyqusi yo'q. Alloh taolo aytayapti: "Va ja'alna nawmakum subata." Uyqularingizni badanlaringizga va asablaringizga orom qilib berdik deydi. 3 kun uxlamangda nima bo'lasiz? Bir kun uxlamangda ishga bormaysiz o'sha kuni. Ha desa men kechqurun uxlamadim deysiz. Hajda ekanmiz, Muzdalifada bir oqsoqol yig'layapti. Muzdalifada tunadik, tong yotganda bir oqsoqol yig'layapti. Sababi so'ralganda aytayaptiki, to'yib, qotib uxlamaganimga 20 yil bo'luvdi. Uxlaydi 5 minut uyg'onib ketaveradi. Uxlaydi 15 minut uyg'onib ketaveradi. Shunaqa kasalga chalingan odam Muzdalifada Allohning mehmoni ertalabgacha qotib uxlab, xursand bo'lganidan yig'layapti. Fikr qilinglar birodarlar, shukr qilinglar. Fikr qil, shunda shukr qilmay ilojing yo'q. Ko'ngling kustagan taomni istagancha yeyapsan. Ko'zingni quvontirgan ichimlikni xohlagancha ichyapsan. Qancha odamlar bor, bir dard yetgan tabib ko'rsatgan ovqatdan oshchasini yeolmaydi. Nima saqlaydi? Dieta saqlaydi, parhez. O'sha bir ko'rgan birodarlarimiz aytib bergan edi. Juda ham badavlat odam deydi. Uyda bular ustalar ishlagan. Ustalarga juda ham chiroyli bir oziq-ovqatlarni qilib beradi. Ovqatlarni zo'rin tayyorlab beradi ustalarga. Ammo o'zi suvga qattiq nonni uyutib, shumib ishlab o'tiribdi deydi. Sabab Alloh bir dard bergan, shu qattiq nondan boshqa narsa o'tmaydi tomog'idan. Qulog'ing haqida fikr qilib ko'r birodar. Alloh seni kallikdan saqladi. Suvni sharqirab oqishini eshitasan. Yomg'irni tomchilari daraxtni barglari gulab shitirayotganligini eshitasan. Ne'matmi, ne'mat emasmi? Birodarlar, ne'matga to'lib turibmiz. Shuning uchun saodatning birinchi sharti fikr qil, shukr qil. Chunki rosmona fikr qiladigan bo'lsang, shukr qilishdan boshqa chorang yo'q. Bir inson farzandli bo'ldi. Shu farzandining ovozini eshitishlik ne'matmi? Birinchi aytayotgan so'zlarini eshitishlik ne'matmi? Qur'on tilovatini eshitishlik ne'matmi? Ne'matmi? Ko'zingni ko'rishi, bu nima? Ne'mat emasmi? Xotin ikkalasining ko'zi ojiz. Alloh bir imkon berib, ayolini operatsiya qildirib, bitta ko'zi sal xira ko'rishni boshlaydi. 20 yil turmush qilgan, erini ko'rmagan. Endi ko'zi ochilganda xira ko'rishni boshlab, ana dadasi ko'ryapman sizni. Ana ko'ryapman sizni deb xursand bo'lyapti. Uyini ko'radi, farzandini ko'radi. Xirora bo'lsa ham ko'radigan bo'ldi. Qarang, ana shu xira ko'rayotgan bitta ko'zi bilan erini ko'rib qanchalar quvonyapti. Senchi birodar, nimalardan shikoyat qilib yuribsan? Nimalarda aytib ming'ilab yuribsan? Fikr qil, shukr qil. Teringni tiniq, silliqligini ko'r. Alloh taolo uni pesdan boshqa teri kasalliklardan saqlab qo'ydi. Birodarlar, bilasizlarmi, allergiya degan kasal bor. Teri allergiyasi. Kimidir terisi issiq allergiyasi bor. Bir narsa toshib ketadi issiqqa chiqsa. Kimidir terisi sovuq allergiyasi bor. Sovunga tegsa, atir tegsa yoki allergiya bo'lib ketadi. Yana suvga allergiyasi bor odamlar ham bor ekan, birodarlar. Terisiga suv tegsa allergiya qo'zib ketadi. Bu qana qilib yuvinadi demaysizmi? Qana qilib tozalanadi demaysizmi? Birodarlar, fikr qilaylik-da. Bizdan boy, bizdan baxtli, bizdan saodatli odam yo'q. Faqat buni biz bilmaymiz, chunki fikr qilmaymiz. Alloh taolo senga birodar aql degan ne'matni ato qildi. Jinni qilib qo'ymadi, es pas qilmadi. Bu ham ne'matmi? Ruhiy xasta odamlar kasalxonasi. Borib ko'ring-da.
qarasangiz jasadi, shakli tuppa-tuzuk odamlar. Ko'rsang espas demaysan, lekin Alloh taolo uni mana shu esini past qilib qo'ygan. Nima? Alloh qodir emasmidi uni esini o'rnida qilib qo'yishlikka? Qodir edi. Lekin sinov uchun shunday qildi. Sen bo'lsa pul yo'q deb yurursan. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan, birodar? Qancha bo'lsa yetadi? Rasululloh aytganlar, insonga bir vodiy oltin berilsa, yana bir vodiyni orzu qiladi. Insonning ko'zini tuproq to'lg'izadi. Pul deysan birodar, endi eshitib tur. Ikki ko'zingni o'yib berasan, Uhud tog'ida keladigan oltin beriladi. Rozimisan? Ikki quloqini kesib olishadi, Tuhoma tog'laridagi kumushlar seniki bo'ladi. Nima deysan? Tilingni berasan, soqov bo'lasan, ammo Zahro qasrlari seniki bo'ladi. Ko'nasanmi? Ikkita qo'lingni uzib berasan, istagan yoqut marjonlarni olasan. Bu taklifga nima deysan? Sen eng afzal, eng go'zal va eng komil ne'matlar ichidasan, ammo uni bilmaysan, ko'rmaysan. Bir olim bir shifoxonaga bordi. Ichki a'zolarni ko'chiradigan jigar, buyrak, yurak shunga o'xshagan a'zolarni ko'chiradigan shifoxona. Kirdi, ana shu shifoxonaning xizmatlarini narxlarini qator ko'rib turib hayron qoldi. Buyrak almashtirishlik paloncha, yurak almashtirish paloncha, stent qo'yish paloncha, ularni ko'rib turib, tashqariga chiqib turib, aytdiki, ichki dunyoyimga qarasam, men ancha boy odam ekanman dedi. Ichki dunyoyimga qarasam, ichki a'zolarimga qarasam, juda ham boy ekanman dedi. Ajib. Odam bolasi bor narsasini ko'rmaydi. Yo'q narsasini ko'raveradi. Vaholanki bor narsasi yo'q narsasidan ko'ra ko'proq bo'ladi. G'amga, qayg'uga, tashvishga siqilib botib yashaydi. Shuning uchun birodar, bor narsani ham ko'rishni o'rgan. Bor narsani ko'rishni o'rgan. Yurting tinch, taning sog', qorning to'q, qalbingda xavotir yo'q. Ichayotgan suving zilol, havoing toza, ofiyating turibdi, ammo bular ko'rinmaydi. Darsimiz avvalda aytdik. O'ylanib ko'raylik-da. Faqat jiddiy o'ylanaylik. Hamma narsani bir chekkaga surib qo'yib turib o'ylanib ko'raylik-da. Shunda fikr qilsak, shukr qilmasdan boshqa imkoniyatimiz yo'qligini ko'ramiz. Dunyoning saodatlari kaliti qo'limizda turibdi, ammo 3-4 chaqamiz yo'qligidan shikoyat qilyapmiz. Salaf solihinlardan biri mana shunday ne'matlarga ko'milib turgan odamni ko'rib turib aytdiki, senda ko'p ne'matlarni ko'ryapman. Alloh ne'mat bilan seni siylagan ekan. Endi u ne'matlarni shukr bilan bog'lab qo'ygin dedi. Nima bilan bog'lab qo'ygin? Shukr bilan. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanasanglar, sanog'iga yeta olmaysizlar. Qoida. Fikr qilsang, shukr qilishga yo'l ochiladi. Shukr qilsang, ne'matlar ziyoda bo'lishiga yo'l ochiladi. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum. Parvardigorimiz aytdiki, agar shukr keltirsanglar, ne'matimizni ziyoda qilib beraman. Endi shukr keltirishidan bizni nima to'siyapti? Ne'matlar haqida fikr qilmasligimiz. Qoida, fikr qilsang, shukr qilishga yo'l ochiladi. Shukr qilsang, ne'matlar ziyoda bo'lishiga yo'l ochiladi. Va fi anfusikum afala tubsirun. Allohning ne'matlari vujudlaringizda har bitta a'zolarda turibdi, axir ko'rmaysizlarmi? O'zing haqingda, oilang haqida, uying haqida, ishing, farzandlaring, ofiyating haqida fikr qil, birodar. Butun dunyo seniki bo'lib turibdi, shuni ko'rgin, shuni anglagin, rozi bo'l, shukr qil. Ya'rifuna ni'matallohi thumma yunkirunaha. Ular Allohning ne'matini tanirlar va keyin uni inkor qilurlar. Demak, birodarlar, saodatning birinchi sababi fikr qil, shukr qil. Shukr qilsak ne'mat ko'payadi. Nonko'rlik qilsak ne'mat olib qo'yiladi. Shukr qilish uchun fikr qilish kerak. Astagfirullah. Va daraballohu masalan qaryatan kanat amina mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan.
Alloh bir shaharni misol keltirur. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ro'zi bekami ko'z kelib turar edi. Fakafarat bi an'umillah fa'azaqaha Allohu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Bas ular ana shu shaharning aholisi Allohning ne'matlariga noshukrlik qilishganidan keyin Alloh bu shahar aholisiga shu qilgan hunarlari, qo'shtirnoq ichidagi hunarlari sababli ocharchilik va notinchlik balosini toptirib qo'ydi. Biz ustimizda turgan ne'matlarga qaraylik, fikr qilaylik, shukr qilmay ilojimiz qolmaydi. Shukr qilsak, ne'mat ziyoda bo'ladi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.